Mo'tabar maqbara, 10 ming kishilik masjid va ma'muriyat binosi, muzeyga kirish va chiqish ayvonlari qurib bitkazilgan. Ziyoratgoh atrofida ziyoratchilar uchun zamonaviy mehmonxonalar va xizmat ko'rsatish markazlari barpo etilgan. Bu maskanga kelgan barcha mehmonlar uchun qulayliklar yaratilgan. Majmuaning o'ng tomonida zamonaviy hadis maktabi ham faoliyat yuritadi. Ziyoratgoh yaqin kunlarda qurilish ishlari yakunlanib, foydalanishga topshiriladi. Obuna bo'lishni unutmang, bundanda qiziqarli videolar hali oldi. Mo'tabar maqbara, 10 ming kishilik masjid va ma'muriyat binosi, muzeyga kirish va chiqish ayvonlari qurib bitkazilgan. Ziyoratgoh atrofida ziyoratchilar uchun zamonaviy mehmonxonalar va xizmat ko'rsatish markazlari barpo etilgan. Bu maskanga kelgan barcha mehmonlar uchun qulayliklar yaratilgan. Majmuaning o'ng tomonida zamonaviy hadis maktabi ham faoliyat yuritadi. Ziyoratgoh yaqin kunlarda qurilish ishlari yakunlanib, foydalanishga topshiriladi. Obuna bo'lishni unutmang, bundanda qiziqarli videolar hali oldi.